Qora psixologiya, ong tuzoqlari. Birinchi, muhim uchrashuvlarni hech qachon dushanba yoki juma kunlariga rejalashtirmang. Dushanba kuni hamma asabiy bo'ladi, juma esa faqat dam olish kunlarini o'ylashadi. Ularning e'tiborini boshqa kunlarda ko'proq tortishingiz mumkin. Ikkinchi, kimningdir ishonchini qozonmoqchi bo'lsangiz, ko'k rang kiying. Ko'k rang ijobiy his-tuyg'ular bilan bog'liq. Uchinchi, boshingizni qashish sizni tinchlantiradi. Bu harakat orqali miyadagi impulslarni faollashtirib, bezovtalikni kamaytiradi. To'rtinchi, aqlli bo'ling va bahslarda g'olib chiqing. Lekin yodda tutingki, bu tez dushman orttirish yo'li ham bo'lishi mumkin. Beshinchi, birinchi bo'lib nigohingizni chetga olmang. Shunda odamga nisbatan kuch va nazoratni ushlab turasiz. Oltinchi, imitatsiyalangan chalkashlikka e'tibor bering. Ba'zilar sizni chalg'itish yoki o'zingizni noqulay his qilishingiz uchun tushunmovchiliklar yuzaga keltirishadi. Yettinchi, kimdir juda yaxshi tuyulsa, ehtimol sizni qoyil qoldirish orqali ishonchingizni qozonish uchun bir hiyladan foydalanmoqda. Sakkizinchi, kimnidir darhol o'ziga jalb qilishni xohlasangiz, avval uning chap ko'ziga, so'ng lablariga va keyin o'ng ko'ziga qarang. Bu sevgi gormonini, oksitotsinni chiqarib, yangi turdagi sevgi tuyg'usini uyg'otadi.